Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilarimiz. Bugun sizlar bilan birga hamma qiynaladigan relative clauses mavzusini ko'rib o'tamiz. Xo'p, bizda guys, who degan nima deyapti? Kim? Biz so'roq gapda ishlaymiz. Which? Qaysi? That o'sha degan ma'noda keladi. To'g'rimi? Biz bularda who bilan whichni biz so'roq gapda ishlatishni ko'rganmiz. Bugun boshqacha bitta ishlatishni ham ko'rib o'tamiz. Tushuna oldingmi? Xo'p. Joining two sentences into one. Join nima degani? Qo'shish. Two sentences. Ikkita gapni bittaga qo'shish. Tushuna oldingmi? Yaxshi. Xo'p. Bizga gaz qarang. Big idea. Eng muhim joy. We use these words, ya'ni boyagi who, which, that'larda ishlatamiz to join two sentences into one. Ikkita gapni bittaga bog'lash uchun. And give more information va ko'proq ma'lumotlar. More information. Tushuna oldingmi? Men aytaman. I want a job. Men bitta ish xohlayman. Kasb xohlayman. Ish xohlayman. Endi aytayapti. It is interesting. U qiziq bo'lsin. It is interesting. Endi qarang. Ikkita gapni men bitta qilib olyapman. I want a job which is interesting. Which bilan men ikkita gapni bog'ladim. Birinchi o'rinda biz bir xillik topa olishimiz kerak. A job bilan bu joyda nima bir xil? It bir xil. Mana o'shani mana I want a job which is interesting qildim. Mana which da ishlatgan paytimizda qaysiki qiziqarli ishlatgan paytimizda itni tashlab yuboramiz. Tushundingizmi? Okay. Xo'p. Demak bizga guys, which for things. Things nima edi? Narsalar. Things bizga narsalar degan. Biz which da ishlatamiz narsalar uchun. Tushuna oldingmi? Mana use which when you talk about a thing. Biz which ishlatamiz qachonki biz narsa haqida gapirsak. Mana this is the machine which we use to make gems. Bu mashina which we use qaysiki biz ishlatamiz to make gems. Nima qilish uchun? Jensi ishlab chiqarish uchun. Tushuna oldingmi? Mana which bilan bog'ladim. I have a book, menda bitta kitob bor, which is very exciting. Juda ham qiziqarli. Tushunarlimi? Keyin that is a toy. Bu o'sha o'yinchoq. Which broke. Qaysiki sinib qolgan. Tushuna oldingizmi? Okay. Xo'p, who? Bizda who for people. Nima? Odamlar uchun ishlatiladi. Tushundingizmi? Who for people. Mana use who when you talk about a person. Sen qachonki birorta odam haqida gapirmoqchi bo'lsang, who ni ishlatasan de. Tushuna oldingmi? Mana we are looking for someone. Look for nima edi? Qidirmoq. Qaramoq emas. Look at qaramoq. Look for qidirmoq. Look after degani bor. Nima edi? G'amxo'rlik qilmoq. Look after bo'lsa g'amxo'rlik qilmoq. Tushundingmi? We are looking for someone who likes traveling. Biz bitta odam qidiryapmiz. Kimki u sayohatni yaxshi ko'radigan bo'lish kerak. She is the girl who won the race. O'sha qiz kimki nimada o'tgan? Poygada o'tgan. Tushundingizmi? Mana qarang. O'zi bu ikkita gap edi. Mana birinchi boshini eslab ko'rsak, she is the girl, she won the race. Bu o'sha qiz, u poygada o'tgan. Lekin biz buni who bilan bitta gap qildik. She is the girl who won the race dedi. Tushundingizmi? Yaxshi. Keyin he is the boy. Bu o'sha yigit who helped me. Kimki u menga yordam bergan. Tushunarlimi? Qarang mana shu yerda. He is the boy. O'sha bola he helped me bo'lish kerak. To'g'rimi? Ikkita gapga ajratsak. He helped me bo'ladi. Lekin men bu ikkita gapni bitta qildim-da aytdim. He is the boy who helped me dedim. Tushuna oldingmi? To'liq. Yaxshi. Xo'p. Keyingi bizda exercise'imiz guys. Buni hozir ishlab ko'rsak bo'ladi. Birga aytdim. This is the machine. Bundan keyin nima ishlaymiz biz? Which mi, who mi? Which. Chunki machine bizda narsa. Tushuna oldingmi? Tushuna oldingmi? Yaxshi. Mana, keyingisi. We are looking for someone who likes traveling. Tushuna oldingmi? Who likes traveling o'sha. Okay? Keyingisi bizda. That is the dog. Dog ga bizda which mi, who mi? Which. Agar ismi bo'lsa who qo'ysa bo'ladi. Tushundingmi? Ismlarga nisbatan who ishlatsa bo'ladi. Bu yerda ismi yo'q, demak which.
Who barks a lot? Bark degani nima? Ha, akillash, vovullash. Who barks a lot? Qaysiki ko'p akillaydi. Agar biz boyagi nomini aytgan bo'lsak, who qo'ysak bo'ladi. Lekin o'zi bizga bu yerda nom bermagan, shuning uchun which qo'yamiz. Keyin esa I have a book which is very exciting. Tushunoldingmi? Chunki bizda book narsa. Bilardingmi? Ha, to'liq. Tushunoldingmi? Yaxshi. Xo'p, that ikkalasiga universal. Tushundingmi? That can be used instead of who or which. Biz thatni who ga ham which ga ham ishlatsak bo'ladi. Men aytdim. This is the computer that I use for work. Bu o'sha kompyuter qaysiki men ishlataman nimaga? Ishga. Tushundingizmi? Keyin he is the guy. Bu o'sha yigit that got the job. Qaysiki u ishni olgan. Tushundingmi? Ishni olgan. Keyin that is the cat. Bu o'sha mushuk. That lives next door. Qaysi yashaydi? Keyingi ya'ni qo'shnimizda ham bor. Tushundingmi? Qo'shnimizda mushuk. Xo'p. Endi sizlar exercises you use that instead. Guys, shunchaki zatni ishlatish eng osonda. Zatni ishlatish eng oson. O'shanga guys qara. This is the computer which mas shunga biz zat qo'yamiz. He is the guy who mas that got the job. She is the teacher that helped me. Good. Tushundingizmi? Yaxshi. Hop. Endi guys, a secret trick. You can remove it. Guys, biz remove nima edi? O'chirib tashlash. Olib tashlasak bo'ladi guys. That, who, which. Sometimes we can leave out. Tashlab ketishimiz mumkin. Who, which, that. Completely. To'liq biz tushirib olsak bo'ladi. Whichni, who'ni, thatni. Qachon guys? John is the person who I told you about. John o'sha odam. Who kimki men gapirib bergan. Bu joyda men who'ni tushirib qoldim. Nima who'ni tushirib qoldim? John is the person. I told you about. Tushundingmi? Keyin that is the camera which I want. Mana shu yerda men which tushirib olsam bo'ladi. That is the camera I want desam bo'ladi. Tushundingizmi? Endi guys, qachon tushirib qolamiz? We can only do this. Biz buni qila olishimiz mumkin when the word comes before I, you, we, he, she, it, they, Sherqo'zi, Gulmamat, Gulchapchap, my dad. Qachonki mana who dan keyin, which dan keyin, zatdan keyin subject kelsa. Tushundingizmi? Verb kelsa unaqa bo'lmaydi. Tushunoldik-a? Tushunoldikmi? Okay. Hop. Guys, I will give you 15 seconds to read this and then you should find out whether we can remove it or not. Okay? Guys, bizga 15 sekund o'qib oling. Tushirib qolsak bo'ladimi? Yo'qmi? Okay? All of them. Hammasi. Done? Okay. For the first one, birinchisi uchun guys. Tushirib qolsak bo'ladi degan o'qinta. Bo'ladi. Yaxshi. Xo'p, John is the person who I told you about. Tushirib qolsak bo'ladi. Chunki who dan keyin nima kelyapti? I, subject kelyapti. Ikkinchisi, that is the camera which I want. Tushirib qolsak bo'ladi deganlar. Malades. Xo'p, bu joyda ham tushirib qolsak. Chunki which dan keyin bizga nima kelyapti? I, subject kelyapti. Keyin she is the girl who won the race. Tushirib qolsak bo'ladi degan o'rtasi. Bo'ladi. Bo'lmaydi degan o'rtasi. Yaxshi. Demak, bu joyda biz tushirib qolsak bo'lmaydi. Nimaga? Who dan keyin won. Won nima edi? Yutmoq. Yutmoqning nechinchi shakli? Ikkinchi shakli. Tushundingizmi? Verb to. Tushunoldingmi? Verb bo'lgani uchun tushirib qoldirmadi. Keyingi bizda this is the book that I read. Tushirib qolsak bo'ladi deganlar. Tushirib qolsak bo'ladi deysiz. Malades. This is the book that I read. Chunki sizda nima kelyapti? Subject I kelyapti. Tushunoldi-ya? Okay.
Hop. Endi guys, joining two sentences together guys. Birga qo'shamiz. Qarang. Follow these tips. Birinchi guys, find what is the same in both sentences. The same nima edi? Bir xil. Ikkita bir xil narsani topasiz. Ikkita gapdan. Tushuning? Bir xil bo'lishi kerak boyagi. Yo, u gapni ham bir xil bo'lishi kerak, bu gapni ham o'shasi bir xil bo'lishi kerak. Bir xillik topasiz. Undan keyin replace it. Replace degani nima degani? Almashtir. Tushuning? O'rnini almashtir with who, which, that. Tushuning? Mana qarang. This is the machine. We use it to make jeans. Mana qarang. This is the machine. Machine bizda birinchi gapda bor. Ikkinchisi nima bo'lib kelyapti bu? It bo'lib kelyapti. We use it. Tushuningmi? Mana this is the machine which we use to make jeans. Tushundingmi? Guys, to'liq. And next one, that's gonna be your homework. Okay? Bu guys, uyga so'z bo'ladi. Buni ishlab kelasiz. Got it? Well, thank you. And watch out. E'tibor beramiz guys, qarang. This is the machine who we use. Bo'lmaydi. Nima xato? Who. Nima bo'lish kerak bu? Which bo'lish kerak. Chunki bizda machine narsa. Tushundingmi? Mana, this is the machine which we use. Tushundingizmi? That qo'sham bo'ladi. Keyingi she is the girl which wanders. Nima xato? Which xato. Nima bo'lish kerak? Who bo'lish kerak. She is girl who wanders. Tushundingizmi? Tip, qarang. Things, narsalarga biz which ishlatamiz. People, odamlarga biz who ishlatamiz. Biz both ikkalasiga ham istik bo'ladi. That. Tushuna oldingmi? Okay. We have got small reading. Guys, I will give you 1 minute to read it. Okay? You've got 1 minute to read it. Okay? Madiyor aka, mana shu yerga rasmni katta ekranga chiqarsizda 1 minut qo'yib qo'yasizda. 1 minut o'qish uchun. Well. Endi boshlayman. Your time is up degan joyda mana shu. Well, guys, your time is up. Okay. Did you read it? Yes. And here, guys, biz bu yerda ko'rsak bo'ladi. That which the who ni ishlatilgan. Right? Okay. Mana Amy wants a new pig. Nima? Amy yangi uy hayvon xohlayapti. She is looking for an animal. U bitta hayvon qidiryapti which is friendly. Bu do'stona bo'lishi kerak. Tushundingmi? And small va kichkina bo'lishi kerak. Endi at the pet shopda she meets a man. U bitta erkakka uchadi. Who works there every day? Kimki ishlaydi u yerda har kuni. He shows her a rabbit. U unga bitta quyon ko'rsatdi. That loves carrots. U yaxshi ko'rgan nima? Carrots. Sabzilar. Tushundingmi? And a hamster. Hamster nima bilasan? Kichkinagina. O'sha. Which runs on a little wheel. Wheel nima degani? G'ildirak. U g'ildirakda yugurar ekan. Tushundingmi? Which bilan aytadi. I want a pet. Men bitta pet olaman deyapti. Who will play with me? Kimki u men bilan o'ynaydi. Tushundingiz? Mana shu degas who narsalarni boya aytgandek. U xuddi o'ziga bir odamdek, do'stdek nazar tutyapti. Tushundingizmi? Hayvonlarga nisbatan biz who ishlatsak bo'ladi. Qachonki biz do'stimizdek nazar tutsak. Tushundingizmi? Amy says. Amy shunaqa debdi. The man smiles. Boyagi erkak kulibdi va and shows her a small dog. Va unga kichkinagina ko'ppak ko'rsatdi. Tushundingmi? That likes to fetch balls. Nima? To'p bilan bunday o'ynaydi-yu. O'sha to'p bilan o'ynaydigan itni ko'rsatdi. Amy picks the dog
Nima vaqtda? It tanlabdi. That she saw first. Nima? Qaysi u birinchi ko'rgan. Tushunarlimi? Mana, it's the pet u hayvon ediki, which makes her the happiest. Uni xursand qilgan, eng xursand qilgan hayvon shu edi. Tushunarlimi? Which bilan aytadi. Keyin esa she names him Bari. U uni ismini qo'yibdi, shunaqa nomlab qo'yibdi Bari. Bari degan nima degan bilasan? Ey Bari dedi-yu. Salom do'stim degan, do'st degan. Bari. Tushunarlimi? Bu ko'cha tilida aytadi. Oh, hey Bari dedi. Hey Bari, how are you doing dedi. Do'stim, qanday qilyapsan? Ishing yaxshimi dedi. Hop. The puppy who never stops wagging his tail. Dumunimda qo'llab turavergan, likillab turavergan. Tushunarlimi? Tushundingizmi? Tushundingiz? To'liq. Do you understand? Hop. Endi guys, sizga bu questionlarni you can do it on your own. O'z qilsangiz bo'ladi guys, uyda talab o'tirib, daftarchaga yozib, meqircha bilan bajarib kelasiz. Tushundingizmi? Hop. Endi guys, bu ham exercise 5 for you to do like as a homework. Okay? You're going to it at home. Okay guys, great job. Demak, eng muhim joy guys. Which bizda nimaga ishlatilgan ekan? Things, narsalarga, who, odamlarga, that ikkalasiga ham ishlab bo'ladi. Tushundingizmi? Sometimes we can leave the word out completely. Ba'zi paytda biz uni tushirib qolsak bo'lar ekan. Qaysi paytda? Undan keyin subject kelsa. Endi guys, we use this words to join two sentences and give more information. Biz relative clause ishlatganmiz. Ikkita gapni bir qilish uchun va ko'proq ma'lumot berish uchun. Do you understand? Yes. Completely. Tushuna oldik, ya? Relative clause. Okay guys, thank you. Done. Hurmatli obunachilarimiz, agar dars foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentlarda bizni qo'llab-quvvatlang.